Men ketdim. To'xta. Orqaga qayt. Qo'lingni ko'rsat. Ikkinchisini. Oyog'ingni ko'rsat. Ikkinchisini ham ko'rsat. Yo-mayo. Ha? Kiyim yarashdimi aka? Patakbash, sochingni yig'ishtirib olgin-da. Hozir suvga ivitar. Qilib yuvmasang sochingni karga olaman. Va aka uni qo'ying, labini qarang, ko'ti qizilmanga o'xshab qip-qizil bo'yab olgan, kamiga kiyib olgan kiyimini qara. Bijilatib, tarkatingga ishdan kel. Krasotkanman. Bo'yningizga taqmagan faqat oti taqqasi qopdi-ya. U ham bor aka. Qulog'ingizdagi bu eshyaravani g'ildiragimi yoki Katrina Kayf obrichimi? Ha. Shuni aytyapsizmi? Ha. Shuni aytyapman. Qulog'ingizni katta zira yirtib yuborsa nima qilasiz? Ha. Yondan deshaman. Akalarim бесполезный ekan. Какой бесполезный? Подержать его! Odamga o'xshab yursang bo'lar-ku. Krossovka. Daryo qoloq shunga. Sinjon, bankani sindirib qo'yib, yig'ishtirib qo'ymabsiz-da? Voy, Kristofono olsin. Shu banka singincha sinsa bo'lmasmi deb baqirmang, hech kim eshitmasin. Opking. Olsin, kirlarni yuvibsiz-da, oyijonning kiyimi qolib ketibdi. Har safar atellab tashab ketasizmi kirlarni? Voy, xarakter rasvoyim, esimdan chiqib qopti-da. Shuni baqirmasdan etsa bo'ladi-ya. Qalay bo'larkan? Mol parosat o'sinim shuncha ovqatni achitib qo'yibsiz-da, masalliqlarni vol qilib. Sekin. Havo issiq-ku, shunga shunaqa bo'lganda. Ey, sekin bardachok yoping qani. Kalamish, do'mpeshini. Voy, fe, ovsinlarni bodring kallasi. Oyijon sizga idishlarni yuvib qo'ying deb aytgandik-ku, to'g'rimi oyijon? Shuni yugani ketmanman-ku o'zim. Oyijon hozir. Ilon. Hay, Turkini kopiyasi, bu dazmol qilaman deb Adijonning kiyimlarini dabdala qilibsiz-ku, Adijon? Ha, ichiga olov qilaman shuni. Ber, kazyol, baqirma. Bu yoqqa yurchi sen, bu yoqqa yur. Kalamish. Menga qara tuxumbosh, basharangni majaqlab qo'ygan. Menga qara, kemaga tushgani joni bir. Kelin bo'lib tutdimi, bir-birimizni ketimizni ochmaylik. Agar oyijon bilib qolsa, ikkalamizni ham to'g'rab tashlaydi, tushundingmi? O'zing birinchi boshlading. Bugundan boshlab bir-birimizni aybimizni aytmaylik. Sen borib mehmonxonani tozala, men borib oshxonani tozalayman. 5 ta. Bir. Yangi oshxonani yig'ishtiraman deb kirgandim. Muslar gilam tagiga supuribsan-ku. O garang kelishdik, ayblarimizni aytmaymiz-da. Men chidolmayapman men. Aytmasam turolmayapman. Oyijon, mana o'z gilam tagiga. Sinjon, sizga og'ir ko'tarishi mumkin emas. Kundan ko'ra kirib idishlarni yuving. Ichkarida 8 idishlarni yuvgandan ko'ra shuni ko'tarib olib qo'yganim yaxshi-ku, Sinjon. Yomon kirisasiz. Sizdan o'tib qayerga ham borardim, xamilyoncha. Kecha yeringiz iPhone sovg'a qilibdimi? Kechadan men uxlolmayman-a. Sizni yeringiz ham 8-marta tillapotarga qilganda bir hafta uxlamaganman. Aylancham o'zimmi? Sassiqcham o'zimmi? Voy, odamga qarab supurmaydi, ne farosatcha. Voy, qani odamsiz, odammisiz? Voy, erkitmaga mo'chchami. O'zimni sassiq cho'chqacham. Moldek uxlashingizni qarang, atura qoling, terlab urishinglik bir. Ikkiga bir urishmaymanmi? Keling, yordam beraman sizga. Voy, qaynonamiz kelishini poylab yugurib chiqasiz-a, Sinjon. Qanaqa ilon yog'ini yalagansiz? Anakondanimi, kobranimi? Bitonmasmi sizga yordam bermoqchiman-ku, namuncha akillisiz? Aytilkicham o'zimmi? Vav, yulduz ishda Tilak, tezroq shu uydan dab bo'lib yo'qolib keting. Qoringizni ham, basharangizni ham ko'rmang. Endi siz rostdan yo'qolib dab bo'lib ketay. Bir kun eshigimni gadoy taqilab kelsin, o'sha gadoy siz bo'ling. bilan beg'ubormas. Nimasini aytasan, bo'shcha?
Sani Ra'no sinfdoshimmi? Akasi so'rabdi, yigiti yo'qmi deb. Ana seni Shahzod xom semiz aytyapsanmi? Dildora, meni fukusim zalga borgan kachchok bo'ldi bildingchi. Yo'qol hayotimdan chiqib ket. Xo'p. Opa, sani magazinchi Jasur aka so'radi. Cho'ta nimadir gap bordi. U dul peshona-ku, tepa kalku, to'g'ri kelmaydi bilasan, meni fukusim qanaqa? Shohruxxon bo'lsa sochlari mana bunaqa. Voy Hindistonga borib tang. Yo'qol hozir urib o'ldiraman. Xo'p, Ha, kim so'radi yana? qo'shnimiz Azdaka Rossiyachi bor, shu so'radi. Ko'bul topdilar. Dildora, menga kobalt qilib asabimni buzma. Bilasanmi, meni yigitim qanaqa bo'lish kerak? Dubaydan 3 xonali uyi bo'lish kerak. Gelligi bo'lish kerak. Men zagar olib, oyog'imni cho'zib olib, apelsinli sokchilar bilan men tipajimni kobaltga sotaman deysanmi sen? Asabimni buzma, yo'qolda. Bo'lsin. Ha, Qo'shni qishloqdagi Mashrab degani seni so'rabdi. nima bo'ladi? Zur. Eshak aravasi bor ekan. Chotki. Bo'ldi, gaplashib kelay. Gaplashqani. Ha. U o'libdi. Bir kirib chiqay. Yotmasdan turib uylarni yig'ishtirishib olsangiz nima bo'lar ekan, a? Tilishakar singlim, shu boshimni 12 barmoqlik ichagi juda ham og'riyapti deb bo'lmasa bilasan, turib yordam berardi. Xo'p. O'ynab yuravermasdan mana shularni yig'ishtirishib yuborsa bo'larmikin, a? Singlim, qo'limda jigara press berib qoldi-da, bo'lmasa senga jon deb yordam beraman-ku. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Ketamizmi? Ketdik. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, Bir alamdan qo'llab ham yordam bersa bo'ladi-ku supurishga, ey. O'zingdan kasal yo'qmi? Ikkala qo'limni ham tizzasi shikastlangan. Bo'lmasa senga yordam berish zabat lomasu singlim. Yo'qolib, ket. Rahmat. Ikkita qo'ling singan ekan, oyoq bilan mana shularni yig'ishtirib qo'ysa bo'ladimi? Jon deb yordam berardim, lekin mana shu oyoqlarim. Bo'ldi, bildik. Hayda. Kim bor? Sovchilarni kutib olinglar. Sovchilar assalom deganda ochiladi gul. Assalom deganda sayraydi bulbul. Ey Dumbul, Gulnora opani uylari shumi? Voy, bizdan keyingi qo'shnimiz. Ha, yo'q, mayli. Mayli. Opa shu hovlilarga suv sepib. Mazam yo'qda. Nimaga sani mazing bo'lmaydi? Dildora singlim, qizil tufligingni berib tur. Ertaga kelin ko'ylak tanlagan bormoqchi edim bachchak bilan. Nima? Sen ja o'zingga yaqin oborma bo'lmasanmi? Mayli singlim. Bir oydan keyin yerga tegib ketaman. Keyin sendan kim ham tufli so'rardi. To'xta. Joyida turibdi. Olib kiyib ketaver, xo'p? Ey mol, yeganingni yuvib ketmaysanmi? Farosating qurgur. Bir oydan keyin erga ham tegib ketib qolaman. Shu talashib, tortishib yurishlarimiz shirin xotira bo'lib dillarda qoladi. Mayli opa bor, ishingni qilaver. Qandaydir galpaningdan ta'sirlanib ketdimmi? Yo'q, havo sovuqmi? Patakbosh, nimaga meni zaryadchigimni olding-a? Bir og'iz aytib qo'ysang bo'lmaydimi? Qancha qidirganim bilasanmi? Atay qilgandim singlim. Qandaydir seni gaplaringni hozirdan sog'inib boshlayapman. Bir oydan keyin erga ham deb ketaman. Opa datlashgani keling birgacha degan qo'shiqni eshitib yig'lab o'tirasan. Men ol zaryadchigingni. Yo'q, turursin. Tursa turaversin. Ha, singlim, tinchlikmi? Yuzingizga tabassum yugurib yuribdi. Hozir menga kelgan sovchilar ichkarida o'tirishibdi-ku. Ular to'yni tezlashtirishini aytdi. 10 kunda qilar ekan va chet elga ketar ekanmiz. Qanday yaxshi. Haligi sarpalaringdan qarashib turasan-a? Nima qilib turasan? Qarashib turasan-a? So'ylab gapiryapsanmi? Sen chak olganmisan sen? Yo'q-yo'qga qaragin, tepa-pasingga qaragin, nima deyapsan sen? Sarpaga yordam berishmish. Mana beraman sarpaga yordam. Opa, xotiralar qoladi. Qanaqa shirin xotira, men san 9-mayda emasman, tushundingmi? Opa dardlashgani keling bir kecha degan qo'shiqlar. Qanaqa qo'shiq? Boshimga qatirmay, pashale. Pashale. Dildora, men senga tuflimni kiymagin deganmida? Voy, namuncha shallaqlik qilasan, bitta tufli ekan-ku. Ha, men o'zi har kuni derazalarni ochib xonani shamollataman. Ha, iltimos xonani shamollat namuncha sassiq sigara chekkanmisan, inbirdi bormishmisan? Allo, assalomu alaykum. Yo'q, uyqusiraganim yo'q. Ertalabdan turib ishlarimni qilib yuribman. Ishlarni qilib yuruvchi, bettiyvalik birinchi, yag'ir turishingni qara. Voy, men o'zi tabiiy go'zalman, menga umuman kosmetikalik kerak emas. Tabiiy go'zalim, mo'ylovingiz teribsiz, mana shuga tuxum bo'lib qolibsiz-ku. Voy, menga aytgan yo'q. Senga aytyapman-ku. Albatta.
Men senga necha marta aytganman, meni paltoyimni kiymagin deb. Bitta palto ekan-ku, shalaqini qilasan. Tavba. Qarichi, men senga ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, jim. Hozir ham ovqat solib qo'yganman. Shunaqa pazandaman, qo'llarim gul. Qo'lim gulib tatuirovkasini topdi-da, yaqinda qamari chiqqan bu. Polvonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Noting chekib oldingmi? Yedirdimmi? Gaplashmayotgan edim. O'zing yedingmi, gaday? Aka, hozir kechga qoldim. Hozir yig'ishtirib olaman o'zim. O'zim yig'ishtiraman seni. Akajon, men kechga qoldim. O'zim hozir ovqat. Akajon, kirlar. Kirlarni yo'q, uyni tozala. T'écoutes la plaque, Marie-Sonne, ça décoiffe. 14 fevral zo'r. Sovg'asing undan ham zo'r. Lekin akalaring bo'lsa, ko'zingni qiladi-ku. Qat'iy yashiraman buncha sovg'ani. Akalar, men keldim. Xonamda bo'laman, dars qilaman. Akalar, ужин готов. Kichikroq sovg'a bersang o'lasanmi? Qayerga tiqaman buni endi? Yo'q, hammasi bilagini ishirib olgan chalakacho'p. Senga o'xshagan dum-dum. Aka, tushunmadim. Ish taqilyaptimi? O'tar. Aka, ovqat. Shahlo qani, bor chaqir. Сию минуту. Принцесса, красотка, Aka, latofatli singlim. Ужин готов. aka shuni keyinroq yesam bo'ladimi? Hozir latofatli singlingiz rosa неудобный vaziyatda-da. Как тебе удобно, солнышко мое. Akalarim singlimizga сейчас неудобно ekan. Bor olib kel. Bor olib kel. Olib kelay. Hey, Aka, maqossa. men raqs bilan shug'ullanyapman. Anaqa raqqosa bo'laman-da men. Yemadimmi? Spiderman. Odamlarni qutqaraman. Yedimi? Yedim yemadim bilmadim, akam betib qo'yaman. Aka, singlimiz qanaqadir Spiderman aka. Spiderman? Hozir boryapman. Spiderman, nima o'ylayapti? Ha, men orqam qichyapti boydan beri qashlayapman shuni aka. Cho'milib yursang bo'lmaydimi? Bitliqi turishingni qara. Tuya. Men nima qildim aka? Xo'p. Kim u? Ismi nima? Gapir. Aka, qilmasangiz ham to'g'ri tushunadi. Красотка, скажи, пожалуйста, как его зовут? Men qarajon seni. Bu uyda ota o'rnida otaman. Ona o'rnida onaman. Opa o'rnida opa, singil o'rnida singilman. Shunda ertaga qaytarib beraman Bekzodga sovg'alarini. Urishurmayman. Bor, yig'lama. Jon seni hech kim seni urishayotgani yo'q. Ismini eslab qoldingmi? Bekzod. Aka! T'écoutes la plaque, Marie-Sonne, ça décoiffe. Qoplonim, men sizni mushukchangizman. Miau. Ey mushuk, ro'molchangni berib tur, burnim oqyapti. Burningni sarishta qilib yursang o'lasanmi? Mayga qol, gaplashishga qo'y. Alo?
Yoshligimdan beri shunaqa shirin so'zman. Hech kimga qattiq gapira olmayman. Ey shirin so'z, bitta piyoz archib ber. Hozir piyozga qo'shib to'g'rab tashlayman. Yo'qoldi, asabimga tegma ba. Biram yuvoshmanki. Qarindoshlarim nimaga bunaqa muloyimsan dedim, men bilmasam deyman. Ey muloyim, bitta issiq paypoq bergin, sovqotib ketyapman. Joning chiqsin shu xalaq beradi shu gaplashishga. O, bular ham bir nafas oldi. Ma kasal. Endi biz nafas ola olmaymiz. Yo'qoldan bo'l. Alo, eshityapsizmi? Juda ham mehribonman. Insoniyligim kuchli. Hamma narsani bosiqlik bilan hal qilaman. Ko'rpa olib kelib bergin. Paypog'im isitmadi, sovqotib ketyapman. Hozir 2 minut choyga gaz qo'ygandim. Bu yoqqa yurda. Yur, chigirtka. Menga qara. Ma, ro'molcha, naski, piyoz. Mana ko'rpa ham senga. Bu ham senga. Yo'qol. Opa, bu nima? Bu Germaniyada ishlab chiqarilgan Supragen immuno. Shamollashni oldini oladi. 3 taraflama himoya qiladi. D, C va zink vitaminlari bor. Immunitetni ko'taradi. Ma, yo'qol. Как раз shu kerak edi. Rahmat. Opa. Ha, opala men jonimga deb ketingga tartab ber. Opa deysan, nima deysan? Tasqara. Haligi telefoningni zaryadkaga qo'yib chiqib ketgan ekansan. Yigiting telefon qilib qoldi. Kutib qolmasin deb ko'tarib olib keldim. Labbay qoplonim. Yo'qalaymi? Ha, mayli. Beqakada. Ko'p seporyapsiz. Keling, menga qarang mana. Kaftingizni 75% ni suvga tiqib, 4 ta barmoqni birlashtirib, suvni olib, chiqishiga 0.2 sekund qolganida chochib yuborasiz. Tushundingizmi? 8-sinf fizika, shuni ham bilmaysizmi? Keling, qilolmayapsiz-da, sariq oqarlashib ketish kerak. Mana bunday qiladi. Qarang, qanaqa zo'r. Voy oyijon, shunaqa zo'r. Siz hamma narsani bilasiz-ku, men pazandasizda. Yog'ni qizdiring, o'zim pishiraman. Qilolmayapsiz-da. Keling, qarang, qalin bo'lib ketyapti. Men bundan ko'ra po'chog'ini yesa ko'proq kartoshka yegan bo'lamiz. Bering bu yoqqa. Uzr oyijon, faqat jahlingiz chiqmasin. Xijolatdaman, hech eplolmayapman-da. Yo, mayli, men ham kellik paytim sizdek bo'lgan o'rganib ketasiz. Ha. Kelar, mana ko'ringiz, hamma joylarni artib bo'ldim, chaylarni artdim, vannalarni ko'p qilib yuvdim, hojatxonalarni cho'tkalari bilan ishqalab, oppoq qilib yuvib qo'ydim. Voy oyijon, kechiring. Hech ham sizga mos kelin bo'la olmayapman. Bo'ldi, o'ylamang. Men ham kellik paytim shunaqa bo'lganman, o'rganib ketasiz. Boring, siz serialingizni ko'ring, men bitta ovqatcha olsay qat. Dunyo shunchalar qimmatmi yoki arzonmi yoki optimmi? Dugonajon, qanuniy bo'latyaptimi? Voy, ish qilishni umuman bilmayman deb hamma ishni o'zlariga polniy qildirib yotma. Antaliya bodrum ko'lar deb yotibdi. Toshbaqan tuxumidan spagetti qilib keling. Qanaqa qilinadi oyijon? O'g'lim nomeri nechi edi? Ha, bo'pti, qilib kelaman. Tezlashing, o'zingga 8 oyoqdan shashlik yeyman. Keling, bugun dugonalarim keladi mehmonga kelin ko'rgani. Palbatet qilib qo'ymang, siz rosa maqtaganman. Stolda qimmat mahsulotlar bilan yasating. Ana yangi olib kelgan so'klaringizni qo'ying. Dugonalarim ichidan kiyib bo'lsin deyman-da, hammasi gapirsin menikiga kelganini. Stolimni dahshatligini ko'rib qo'ysin. Bo'ldi oyijon, hammasi zo'r bo'ladi, xavotir olmang. Taqillat qani? Shahlo, biz keldik. Bildik, kirlaring. Onglar qani? Olyapmiz. Keling, ichki bu narsa olib keling-da. Xo'p bo'ladi oyijon. Xush kelibsizlar. Nima bu? Oyijon, endi o'rtoqlarim zamonaviy yangicha ayollar deganingizga choy ham olib kiramanmi deb tabiiy mevalardan siqib chiqarilgan soklar olib kirdim. Hozir choy o'rniga sok ichish modniy. Shunaqami? Dugonalar olinglar sokdan, meni kelinim shunaqada zamonaviy. Boring endi pishirgan ovqatlaringizni olib keling. Oyijon, sizlarni qomatiga qarab yuradigan ayollar deganlari uchun sizlarni dietada deb o'yladim. Yog'li, og'ir ovqatlar yemaysizlar deb o'ylab, sizlarga lёгкий va shunaqa zеленый salat qildim. To'ppa-to'g'ri aytibdilar. Yana sok quyib beraymi? Bemalol ichaveringlar, tarkibida shakar yo'q bo'lgani uchun qomatinglar umuman buzmaydi. Ha, shu, kelinim maladesda meni o'ylaydi. Har kun shunaqa salatlar yeymiz, umuman ximikatlar yemaymiz. Voy kelin, nima qilyapsiz? Hozir urib yuboraman sizni. Bu xotinlar salat nimaligini bilmaydi. Bular go'shtni yeb ketidan yog'ni ichadigan xotinlar. Salat qilib keling, asabimga tegib. Ana 10 ta qo'y so'yib qozonga olib qildingiz-ku, o'shandan olib keling. Oyijon, sizlarga svejий. O, ana, yashang, qo'ying qani, xijolat bo'lmang, boplabsiz. Endi biz hozir yog'li ovqatlar yedik-da, bu hazm bo'lsin deb olib keldingizmi? Buni yashang. Bizni kelin shunday meva, zelen salatlar bilan mehmon kutadi. Yaqinda 3 mahal suv ichmasak bo'ldi. Sok deyin oyijon, sok bu. Hozir.
Gapga kelib ham och ketamiz. Shunaqasi ham bo'lar ekan-man. Yuring. Qo'litasan pastga bular. Yigitim rasmini ko'rsataymi? Qani? Mana. Shahzod-ku, 97-yil, 909 qora jentrasi bor. Tishlari sariq. Taniysizmi? Yer, tushuntiraman. Singlim endi yoshlikda bo'lib turadi-da endi bu narsalar. Yig'lama qani. Opa. Sarvar 98-yil, 1777 nomerining oxiri. Sparki bor, oyog'i sasiydi. Buni ham taniysizmi? Men tushuntirib beraman senga, to'xta. Bo'ldi, yig'laverma. Shunchaki tanish u oramizda hech narsa bo'lmagan. Bu yerda kirqima qani, bu yoqqa qarab yig'la. Bori. Qani? Shahbozku, Buxorolik 15-aprel. Tez gapiradi bu bola. Qorin qo'ygan oyog'ini razmeri 45-46. Yer izining yonida yig'laymiz. Sen ham gaplashmagan yigiting qolmabdi-da, hammasini rasmiy ham bor senda. Kimga tortgansan bilmayman. Bir boshqa izlab ko'r qani, boshqa viloyatlardanmi, shahardan. Opa. Olib ketib bu yoqqa. Mana. Yo'q, emas. Yo'q, tanimadim, rostdan tanimadim. Yo'q. Men tanimaganimni tanimayman deyman. Men yoshligimdan tanimayman-da uni. Allo. Suvchingizni yuboring. Senga jonim, baxtli taxtli bo'lgin, tushgan jonga toshday qotgin yoki shalkablokdaymi? Как удобно. Dada, keldingizmi? Voy, adajon, assalomu alaykum. Pahlavon, 67-yil. Qo'lida bitta barmog'i yo'q, nos chekadi. Hamma haqimda qiyran bilasan. Maktabda dars bergansiz-ku, o'quvchingizman. Ha, sizlar ko'pchilikda hech kim qo'ymaydi. Nerda hammasini artib bo'ldingizmi? Oyijon, Keling bu yoqqa. Bu nima? qolib ketibdi. Qolmasin. Necha marta aytishim kerak? Idish tovuqlar suvgandan keyin suvni sirg'itib, keyin taxlang deb. Nima bu? Suv yo'q-ku, oyijon. Mana bir tomchi bor ekanmi? Bir tomchi nima qilibdi, oyijon? Siz mebelni chirtmoqchimisiz? Bo'ldi, tozalayman, oyijon. Keling, men sizga bagemalar orasini bir xil qilib taxlang deganmidim. Bir xil oyijon. Yuring. 15, oyoq esa 18 santimetr. Bu nimani o'zgartiradi, oyijon? Yoqmayotgan bo'lsam ayting. Yaxshi ham boshqa qaynonalarga o'xshab bitta ishdan 10 ta problema topmayman, ha? Men sizga ko'rpalarni gulni guliga qilib taxlang degan edimmi? Aytganingizdek qilganman. Nima bu unda? Qizil yashil svetofor bo'lib yotibdi. Voy, kelin, cho'tamazam yo'q-ku. Orzularingiz amalga oshyaptimi deyman-da. Mana oyijon, Rinamax grifa shamollashni yo'qotadi, isitmani tushiradi, og'riqlaringizni qoldiradi. O, zo'r-ku. Bu esa Farsil, bosh og'rig'i, tish og'rig'i, mushak og'riqlari, jarohatdan keyingi og'riqlarni davolaydi. Faqat buni Rinamax ichgandan keyin yarim soatdan keyin iste'mol qilasiz. Kelin, sizga rahmat, otdayman. Arzimaydi. Qaytgancha hovli supurdingizmi? Yuring-da. Nima bo'ldi? Oyijon qo'ygan videoga like bosishdan chiqib qopti. Sizdan kutmagandim, kelin, mana buyoqqa kengda. Kelin, yangi video qo'ydim, tez depos qilib yuboring. Telefonim. Bo'ldi, ha bo'ladi oyijon. Oyijon, yangi video qo'ydim. Menga nima? New postanu. Xotim bo'ladi. Mayli, o'zingizga chiqar. Haydang. Jonkalarim, to'ycholarim, oxirgi qo'ygan postimning kommentariy yozinglar, mana shu tillar o'ynab olamiz, bosinglar. Oyijon, yaqinda olgan tipochkam topolmayman, qayerda? Men qayerdan bilaman, qidiring qani? Qayerga qo'ygan ekan mana? Stomatologmi bu? Barterga tilatish qo'ydirmoqchi edik. Necha kishimiz? Faqat o'zim bir kishi. Ha. 36 ta jaxshi qo'yish kerak-da. Keling, bitta reklama olgandim, shunga tushib bering. Oyijon, mazam yo'q. Mazasi yo'qmi? Keling, Germaniyada ishlab chiqarilgan Supraydin immuni haqida bilasizmi? Bilaman oyijon, buni tarkibida vitamin D, C, sink bor, 3 tomonlama himoya, organizm kurashuvchanligini oshiradi. Suv olib keling, ichib oling. Nima qiling? Suv olib kelaman men. Hurmatli podpishchiklarim, hozir oyijonga prank qilamiz. Oyijon, qarayman, baklashgan ichida nima bor ekan? Qani? Yana nima qilsam, bo'ladi, yozib qoldiringlar kommentariyalar. Hayır, şirinim. Deb bo'l, shakarim. Oyijon, nima qilyapsiz? O'zim supuraman. Siz boring, darslaringizni qiling, o'qing. Bu singil emas, charchagina borishda. Opajon, menga bering, o'zim qilaman. Siz bilim ko'nikmalaringizni oshiring. Axir uydagilarni bormidi sizdan-ku, opajon. Ah, yig'day. Rostini ayt, singlimmisan yoki 8-mo'jiza? Uyaltirmang. Opajon, Ha, yuragi pok, mehribon singlim. nima qilyapsiz? Axir men xijolat bo'laman-ku. Ey xudojon, bu singilmi yoki Kapitan Amerikaning jinski variantimi?
chiqa qoling. Xo'p. Ha, singlim, tinchlikmi? Sovchilar kelibdi. Nasib qilsa yaqinda to'y. Erga tegaman. Nima qilasan? Erga tegaman opajon. Siz boring, darslaringizni qiling, karyera qiling. Choping. Choptiraman seni hozir. Men tegaman yerga. Men tegaman. Shang'illama menga shallaqi. Ishingni qilsam mehriboncha, beg'uborcha deb endi yoqmay qoldimmi? Men bu joy boshingdan qo'yaman. Choynaga boshingni tiqib qo'yaman. Voy, o'ynashmagin men bilan.